Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz qisqa, lekin bir juda muhim narsa to'g'risida. Biza MRTni davolamaymiz. Biza bemorni davolaymiz. Nimaga bu muhim? Kecha bitta bemor kelishdi, 30 yosh, katta grija bor, stenoz bor, belida L4-L5 sohasida, lekin bemorda simptom yo'q. Zalga boradi 5-6 kilometr. Mana bu begovoy дорожкада yuguradi, muammo yo'q. Faqat kechqurun ayrim payti oyoq og'rishi mumkin yoki uvish bo'lishi mumkin, kamdan kam. Bemorni ko'rganimda hech nima bezovta qilmayapti, yuryapti, o'tiryapti, og'riqlar yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu L4-L5 katta grija. Ezib qo'ygan, ozgina joyda mana bu yerda nerlar mana shu joyda ezilib turibdi hammasi. Lekin bemorda simptomlar yo'q. Bu kompensirованный holat. Nima degani u? Bemorning organizmi shu holatga o'rgangan. Agarda bemorda og'riqlar kuchaysa yoki bo'lmasa, uvish paydo bo'lsa yoki slabost paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol kelishadi. O'sha payti endoskopik operatsiya kerak yoki yo'qligini o'ylanib ko'ramiz. Sog' bo'linglar, MRTda bir nima ko'rsangizlar, darhol qo'rqmanglar, neyroxirurgga murojaat qilganlaringiz ma'qul.